Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün iman hakkındaki kitabının tövendeki babıda cahiliyetin qilib qalğan bir qism günahlar ve cahiliyetin qilib qalğan günahlarni qilgan adamni biz kafir değil bulmaydı. Çokum kafir deyiş için şirk aqidasi bo'lishi kerak deydi. Babi. Hem Peygamber Aleyhisselam'daki tövendeki söz hakkında toxtulub, Peygamberimizin sözde sen bir cahiliyet kılmışları bay insan kense degan söz. Bu nima gap? Şunu okuyumuz bugün. Hem Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah hakikaten Allah Teala şirk günahını keçirmeydi. Şirkten başka her qanday günahını xalığan kişi için keçirdi dedi. Sure Nisa 48. ayet. Bu 30. hadiste İmam Bukhari şundaq deydi. Bizge Süleyman ibn Harb degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishi İmam Bukhari'nin ustozi bo'ldi. Boshda tarjimali o'tdi. Süleyman ibn Harb dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba bo'lsa Shu'ba ibn Hajjaj. Bu kishining tarixini o'tab bo'ldi. Shu'ba Vasil Ahdab degan odamdan hadis rivoyat qilibdi. Undaqda Vasil kim o? Bu kishi ayni davrdagi hadis rivoyat qilgan ravilardan bo'lib Süfyan-ı Sevri, Şu'ba qatorliq kishilar bu kishiniki shogirdlari bo'ladi. Yahya ibn Ma'in bu odamni ishonchli odam deb sifatlagan bo'lsa, Abu Hatim degan kishi bu kishini hadislari yaxshi qabul qilgan, rostchil odam deb sifatlagan. Bu kishi 127-yili o'lib ketganligi qayd qilinibdi. Zaten Ma'rur ibn Suvayd degan kishidan hadis rivoyat qilibdi. Undaqda Ma'rur ibn Suvayd bu kishilar Ma'rur ibn Suvayd Ebu Umeyyed el-Esedi namı ile meşhur. Özü Kufi'de yaşayan adam. Özü uzun ömür görgen. Şu aynı devirdeki hadis rivayet kılan raviladın. Bu Abdullah ibn Mesud, Ebu Zar el-Gıfari qatarlık sahabladın hadis rivayet kılıp ügengen. Bu kişi hem de Yahya ibn Ma'in qatarlık ulamalar işencilik adam deb süpetligen. Bu adam şu 120 yaşçırıp yaşap dikende şu peytlede şu tıkıça sakalları qara müştaken tok. Bu zaten de özün ustazı Ebu Zar el-Gıfari. Bu kişi sahabe. Bu kişiden rivayet kılıp dedi de men Ebu Zar el-Gıfari bilen Rabza degan o'rinda uçqaşqan edim dedi. Rabza bo'lsa şu Medine'ge bir 170 km 150 km kilgan Medine'deki sharqiga joylashgan bir rayon. Ömrünün ahırda Ebu Zar el-Gıfari şu Rabza degan joyga ketgan. Şu yerda maqallashib, şu yerda yolg'iz yashagan hamda. Bu o'rin ham strategik o'rin ayni vaqtida şu Iroq bilan şu Najd nima Arab yarim orolini ulaydigan o'tgan yo'lda ayni vaqtida şu poytaxt Iroqdan islom xilofat davrlarida nurg'un hojilar shu yo'ldan kelib turadi. Shu ushqashqa vaqtida Abu Zar bilan bu Ma'rur degan kishi Abu Zarning ustida bir to'ni ekan, bir qulining ustida bir to'nda o'xshash bir to'n kiyib olgan. Şuna bu adam merak qilib, bunun sebebini sordum deydi. Çünkü hem de o kuluyla xo'jayinniki farqi bor, mesela etrafda şu vaqtda kiyinishda olsun, yemek içmekte olsun, xo'jayindan cho'qib töven turdi bular. İjtimoiy tabiiy jihatda. Abu Zar bu so'zga javoban mundaq dedi: "Men bir odam bilan tilishib qolgandim" deydi. Sonra bu odamni onasi bilan ayblab qopdimi? Masalan, o qari xotinning bolasi yoki deb olisini tillab gap qilaylikda hamda yoki bir dedekning bolasi deganda gaplamda shunga o'xshagan holatda shuni bilan menga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki Abu Zar sen uni onasi bilan aybladingmi, onasini til qilib aybladingmi deb shundoq dedi deb bo'lib sen bo'lsang bir jahiliyatning qoldiqva bir odam kelsa juma deb shundoq dedi. Sizlarning bu xizmatchilaringlar sizlarning qarindishinglardir. Alloh taolo ularni sizlarning qo'l ostinglarda qildi. Ya'ni sizlarga ishlaydigan, sizlarga xizmat qiladigan qilib yoritib qo'ydimda. Kimning shundoq bir musulmon qarindishi qo'l ostida bo'lsa, ya'ni qarindish qo'l ostida bo'lsa, ya'ni xizmatchi quli bo'lsa, xizmat qiladigan demakchi-da. Şu xizmatchisiga o'zi yeydigan nima yesa shuningdan bersin, nima kiysa shuningdan kiydirsin. Ularni taqati yetmaydigan, kuchi yetmaydigan ishlarga zo'rlamanglar. Agar ashta kuchi yetmaydigan ishlarni qilishga buyurgan vaqtinglarda
ularga sizlarni tang hamkorlashib yordam beringlar degan deb bu so'zini deb berdi. Endi Abu Zer radhiyallohu anhu o'zining qulining ustidagi to'ni bilan o'zining uchistidagi to'nning o'xshash holatini bu Ma'rur degan kishiga mushundaq Rasulullohdan shu qulga yaxshi xizmat qilish, uning yaxshi kuyinish, nima yeyish shuni berish, nima kiyish shuni kiyish haqidagi Rasulullohning tavsiyasini asos qilib turib, Rasulullohning bu so'zini anglab, shunga amal qilib, shuni qulg'imi o'xshash, o'zigimi o'xshash bir kiyim kiydiganligini bu yerda so'zlab beryapti. Bu hadisni ayet nurg'un ma'nolarga to'lgan, mayli qul bo'lsin, mayli hur erkin odam bo'lsin, bu bir musulmon qarindosh deb sifatlayapti. Undan boshqa unga o'xshash, to'g'ri muomala qilish, odil muomala qilish, tabiqa ayırmaslik qatorli xislatlarni, go'zal axloqlarni bu hadis orqali bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bildiryapti. Demek bu yerda cahiliyet degan kelimani boshda bobda keltirdi, hamda hadisni o'ptirdimiz. Biz cahiliyetdan qoldik qo'y inson kelsa deb. Cahiliyet degan nima degan vaqtida islomiyatdan burunqi bir avval davr hamda undaqda shu set gap qilish yoki tillash, qabih so'zlar cahiliyetniki, islomiyatdan burunqi bir nachar davrniki qoldiqlari demakchi bundan. Demek bu boshqalarni tillash, ayıplash, set gap qilish bu mu cahiliyetniki qoldiqlardan ham bu mu bir gunoh sanıldigan yomon odatlar. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.